Assalomu alaykum avtostart obunachilari. Nexia'ni nimasi kerak bo'lsa kommentariyga yozaveringlar. Narxini aytib o'tamiz bemalol. Erinmasdan kommentariyga javob beramiz. Akalar, mana 1.5 dons gibrid Sons 1.6 motorlarimiz ham kelgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optimga ham, donaga ham qilib beramiz. Nalichida bor. Hamma narsa bor Nexia. Mana vilka nechta kerak sizlarga? Granata nechta kerak? Kompyuterlari, vakuumlari, kollektor, sim bagaj, original проводалari, mana sideniyalar, ventilator, задний стоп, suv bachok, zimoleta, fara, ruloviy kolonka, mana qolmagan edi, ruloviy kolonka yaxshisi, originallari kelgan. 1.6 motor, Matiz motor. Mana bu yerda Pitnashka, Granta, Priora, Jiguli injektor motorlar kelgan. Starter, generator, hamma narsa bor. Jiguli Nexia'ga hamma narsa bor. Xudo xohlasa, radiator, mana pukka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Korobkalar, 1.6 Sons gibrid, obshivkalar, mana nechta kerak obshivka. Kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xizmatda.